Assalomu alaykum. YouTubedan bizni kuzatib borgan hurmatli muxlislarimiz, bugun sizlarga Haytek uchastkani tanishtirmoqchiman. Sergeli tumani Xontepada joylashgan 2 sotuvdan iborat bo'lgan Haytek uchastkamiz sotuvga chiqyapti. O'zining oldida zeleniy zonalari bor. Ko'rsanglar bo'ladi, darvozaxonasining oldiga bitta mashina sig'adi, darvozaxonaning ichiga yana bitta mashina sig'adi. Ko'chamiz yangi ko'cha, yangi mahalla, qaddi baland uchastkalar qurilyapti. Darvozaxonaga kirib ko'rishimiz, darvozaxonaga katta mashina bemalol sig'adi. O'ta sekretniy qilib elektromobillarga zaryadka joylar ham tashlab ketilgan ekan. Endi men sizlarga bu binomiz juda noodatiy yondashilgan. Binomiz ichki qismiga kirib ko'rsatishni boshlayman. Undan oldin ko'chada joylashgan o'zining bitta hojatxonasini ko'rsanglar ham bo'ladi. Darvozaxonada joylashgan, to'g'riroq ko'chada emas. Darvozaxonamizdan ichkaridan ko'rinishi. Mantlar ham ikkita tarafiga ham ledlar qo'yib qo'ysa juda chiroyli turadi va asosiy binoga kirib kelishimiz. Asosiy binoga kirib kelishimiz mana shunaqangi xo'l bizani kutib oladi, o'rtoqlar. Chiroyliligini qaranglar. Juda bir noodatiy yondashib qo'yilgan. Chap qo'ldagi birinchi xonamiz bizda mehmonlarni kutib olish uchun mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonamiz ko'chaga qaragan o'zining kattagina oynalariga ega, kenggina qilingan mehmonxonamiz. Va xo'l orqali biz birinchi qavatdagi keyingi xonaga yo'llanamiz. Keyingi xonamizda bo'lsa birinchi qavat uchun umumiy sanuzil bo'ladi. Sanuzilga keladigan bo'lsa kerakli barcha jihozlar o'rnatib qo'yilgan, installyatsiyalar qo'yilgan. Installyatsiyaning o'zi ham 400-500 dollar turadi mana shuni o'zi. Va smesителlargacha qo'yib qo'yilgan. Gapko smesителlar ekan. Endi bu orqali biz student formatdagi oshxonaga kirib keldik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Restoranlarni qaranglar. Student formatdagi oshxona. Bu yerda mana yumshoq mebellar, stol qilib o'tirsanglar bo'ladi va oshxonamizni xohlasanglar razojniy eshiklar bilan to'sib qo'ysanglar ham bo'ladi kuxonniy mebel taraflarini. Endi orqa hovliga keladigan bo'lsak, orqa hovlimiz mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Zeleniy zonasi bor, o'zining kattagina, bu yerda tapchanga joylar qoldirilgan va yozgi oshxona. Ko'rsanglar bo'ladi, yozgi oshxonaga ham kerakli barcha jihozlar o'rnatib qo'yilgan, mangalniy zonalar. Olgandan baraka topadi, xullas qimmat-qimmat daraxtlar, archalar ekib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Uyimizning orqa tomonidan ko'rinishi va ikkinchi qavatda balkon qismi ham bor. Buni ham hozir men sizlarga ko'rsatib ketaman. Endi sekin biz ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarni podval bilan tanishtiraman. Podval qismiga tushar ekanmiz. Mana shunaqangi chiroyli zinalar orqali podvalga cho'g'lamiz. Podval qismiga tushganimizda to'g'ridagi birinchi xonamiz bizda kotelniy bo'ladi. Kotelniy santexnik akalarimizning ishlariga bitta baho berib qo'yildi. Juda did bilan chiroyli remont qilishganlarga qaranglar. Tushungan odam biladi o'zi buni bittada. Yana bitta ko'ringlar. Mazza qo'llar va kotelnimizdan keyin bitta kichkina kladovka joylashgan. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, avtomatik chiroqlar o'rnatib qo'yilgan. Mana shunaqangi kichkinagina joyimiz bor yana va kotelniyda xohlasanglar ikkinchi zal qilib ishlatadigan yana bitta xona bor. Ayollarga va erkaklarga alohida zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana podvalimizda joylashgan xonamiz kotelniy dorimdan. Podvalimizda ikkinchi zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana kattagina o'z oynasi bor ko'chaga qaragan. Mana shunaqangi ikkinchi zal bor. Kafilda ranglariga bitta baho beringlar. Ayollarga va erkaklarga alohida zal qilib qo'ysa ham bo'ladi bu xonani. Kotelniyning yonida podvalda joylashgan kotelniyda ham hammasida o'zining eshiklari bor lekin qaranglar. Eshiklarni olib qo'ysanglar, kotelniy ham kotelniyligi bilinmaydi. Podvalligi bilinmaydi. Podvalimizni ham mana shunday tursa, endi chiroqlarni o'chirib qo'yamiz. Endi men sizlarni ikkinchi qavat bilan tanishtirib chiqaman hozir. Undan oldin men ikkinchi qavatga chiqib olishim kerak. Videoni uzmasdan, ulamasdan, hech qanaqa montajlar qilmasdan qo'yayapman. To'liq video bo'ladi bu. Bu menimcha birinchi videom bo'lsa kerak YouTube formatiga to'liq olingan obunachilarim uchun. Mana manzarani bitta baho beringlar. Juda chiroylilik o'zimga shunaqangi yoqdi. Zinalarni tor qilib qo'ymaganda keng joy ajratilgan zinaga va bu ham alohida bitta uyga vid berib turibdi desa ham bo'ladi. Lyustramizning uzunligi примерно 4 metr, chekasiga 3 metrli. Mana bu ikkinchi qavatdan ko'rinish. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bizlarni ajoyib bo'lgan mana shunaqangi xo'l kutib oladi. Bu yerda ham divanni zona qilib o'tirsanglar bo'ladi, televizorni olib qo'yib to'g'riga. Ikkinchi qavatdagi xo'limiz. Va buni yonginasida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Yana bitta o'zimga yoqqan tarafi sanuzillari keng-keng qilinganda uyda. Ranglariga bitta baho beringlar.
santexnika va elektrik ishlari ozgina qolgan ekan, 99% bitgan. Mana shunaqangi gold formatda smestitel va boshqa narsalar ishlatilgan ekan. Buni yonginasida bo'lsa, ikkinchi qavatdagi Master Spani rangini qaranglar buni. O'zim yashil rangni juda yoqtiraman. Mana. Bu ham alohida bitta bezi beradi, o'zgarishini qaranglar. Yonib turibdi-da. Ikkinchisini ham yoqib ko'rsataman sizlarga. Mana. Ko'chaga qarang, o'z oynalariga ega, noodatiy lyustralar qo'yib qo'yilgan, TV zona, garderobga joy qoldirilgan va ikkinchi qavat uchun umumiy alohida o'zining sanuzeli bu. Master Spanimizning o'zining alohida sanuzeli. Bu yerda ham mayda chuda ishlar qolgan. Qaranglar chiroyliligini va xo'l orqali oxirgi xonalarimizga kelib qolamiz. Mana shu manzarani ko'rsam, baribir mazza qilyapman deyman, boru. Bu xona detskiy hisoblanadi. Ikkinchi qavatdagi 3-xonamiz. Qizlar yotoqxonasi qilsa bo'ladi buni. Nejniy pushti bo'lib turibdi xonaning rangi. Telefonni qilib yetkazib bera olmayapti to'liq. Va buni yonginasida yana bitta spanni, bu bolalarga yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi, o'g'il bolalarga mo'ljallangan. Mana shunaqangi ko'rinishda. Bu qizlar yotoqxonasidan ham, bolalar yotoqxonasidan ham balkon qismiga chiqsa bo'ladi o'rtoqlar. Mana balkon qismimizda, balkonimiz ham keng qilingan. Bu yerda qizlar yotoqxonasidan chiqsa bo'ladi, bu yerda o'g'il bolalarikidan. Balkonga ham stul-stulni qo'yib, kofe qilib, ichib o'tirsa bo'ladi, kofe qilib. Hovlimizdan yuqoridan ko'rinishi. Manzilimizda Sergeli tumani Xontepada joylashgan 2 sotuq 330 kvadratdan oshiq yashash maydoniga ega, high-tech uslubida qurilgan, chidamli qilib, noodatiy yondashilgan to'g'rirog'i bor. U odatiy kiraverishda bitta ota-onalar yotoqxonasi, bitta oshxona, bitta zal bo'ldi emasda. Bu umuman boshqacha yondashilgan. Ko'rdinglar, o'zingizlar ham proyektlari juda ajoyib chiqqan. 2 sotuqga joylashgan, o'sha aytayotgandek, narxi 174.900 chiqyapti o'rtoqlar. Agarda mana shu uchastka Mirzo Ulug'bekda bo'lganda, necha pul bo'lardi? Shuni ham kommentariyada o'zingizlar yozib ketinglarchi. 174.900 ga arziydimi yo'qmi? Uni ham yozib ketinglar o'rtoqlar. Meni fikrimcha juda arziydi. 174.900 ga 4 xona, 5 xonali dom olsa bo'ladi. Undan ko'ra mana shunaqangi 6 xonali uchastka 2 sotuq yozgi oshxonalari bilan ko'chada o'zim tapchanida o'tirib, shlankalarda hovliga suv sepib turishga nima yetsin, nima deysizlar? Uchastkani qadrini uchastkasi yo'li biladi. Uchastkada yurganlar uchastkada ish tugamaydi deb noliveradi. Bitta like bosib qo'yinglar, kommentariy, podpiska qilib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolisa bundan-da zo'r kontentlarni qilib boramiz YouTube uchun. Bemalol obuna tugmasini bosib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.